Ha, 79 qaysi? Mana bu tushdi BMW, Li tushdi. 139 tushdi o'rtoqlar, Li. Qaranglar, 69, mana buni qaranglar, ketdi. Gazel, Damas ketdi, qaranglar, necha tushdi? 76 tushib o'tiribdi, shu yerda o'zida. Mana bu Spark 69. Shuncha tez haydayapti. To'xtovsiz tushyapti, to'xtovsiz. Har 5 sekundda bitta, ikkita tushyapti. Mana 93. Agar xohlasangiz Telegram kanalimiz bor, o'sha yerda tezkor ma'lumotlarni o'z vaqtida qo'yib boramiz. Shaharda ichida 93 haydasiz, nima qilasizlar o'rtoqlar? Shaharda ichida 140 hayda, 139 tushlang, Li avtomobili 74. Shuni o'zida rosa ko'p narx shunday qilyapti. Do'stlar, Toshkent shahar Piramid Towerdan aeroportga qarab ketishdi. Radar 3 oyoq radar qo'yilgan, rosa ko'p avtomobillar narx shunday qilyapti. Qaranglar, ochiq turibdi hammasi, ko'rinadigan yo'lning chekkasida, daraxtning yonboshida emas. Do'stlar, sal sekinroq yuringlar, shahar ichida jarima to'lab o'tirmaysizlar, sal sekinroq. Shahar ichiga kirdingizmi, znak bormi, yo'qmi? 60, 65 yuring. Do'stlar, hamma admin qilsa bo'ladi deydi buni jarimasini, lekin admin qilib bo'lmaydi. Chunki rasmdan tashqari 3-5 sekund atrofida yana video xabar ham yuboradi, video fiksatsiya qiladi. Hozircha yaxshi tushmayapti hech kim. Mana kimdir tushdi. Ana zvyozdichka bo'lib qolsa, значит, nomeri yaxshi o'qilmaydi. U qo'shimcha tekshiruvga yuborilar ekan. Mana ana mashinani qaranglar, tez kelgani, mana qaranglar. Kolbot necha tushdi? Tak, ko'rsatma, 95 tushdi Kolbot, ko'ryapsizmi? Spark nechta o'tdi ekan mana 6. Yo, bular yaxshi. 85 o'tyapti Spark. Nima qiladi nar shunaqa? 86 mi 85 o'tib ketdi. Do'stlar, mana yo'l patrul xizmat xodimlari turibdi bu yerda. Iradariya mana shu yerda turib xizmat olib boryapti.